Assalamu alaykum. Ekran aldagi hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Uyğur İslam ekranının 18-ci sani. Ağla görürmənlərimizə yuqarıda videomuz görüb ötgəndək xoş xəbərimizni yetkizdik. Ata-analar və yaş ösmürlər təqəzzalıq bilan kütüvatqan 2021-ci illik Uyğur İslam yazılıq dərs və fəaliyyətlərimiz başlandı. Bu qitimqi dərsimizdə kompüter proqramı tilləri və robot dərsləri asasi salmaqni egəlləyidigan olub. Dərsin dəstləbki bölgü torda həm şundaqla qismi cəhətdən 100 turanı başlandı. Qurban etdiyin kin dərsdə umumyüzlük 100 turanı buludu. 8 yaşdan 17 yaş arasındakı oxucular iltimas cədvəlini to'ldiruvchi buludu. Dərs haqsiz bo'lib, darslarda sirт turlik ekskursiya və fəaliyyətlər bo'lib turdi. Dərs o'quvchilarning saviyasi qator har xil sinflarga ayrildi. Şunlaşqa muvafiq ko'rganlar bizning to'ris betimizga qarab tafsilotini to'r bekatlarimizdan ko'rib iltimos qilishinglarni so'raymiz. Undaq bo'lsa bugungi programmamizga qaytib kelsak, sun'iy aqlning texnik ishkirlagan sohalaridan cho'nqur o'rganish va kompyuter ko'rishi qatorliq texnikalarning yaqinqi yillardan buyon intayin tez suratda taraqqiy qilishi, kompyuter qattiq detallarining hisoblash iqtidorining yuqori ko'tarilishi natijasida kompyuterning sun'iy aqldan foydalanib ko'rish va odam jismlarini farq etish, tonish, o'rganish, xulosa chiqarish qobiliyatining bag'ansir ishib ketayotganligiga va bu taraqqiyotlarning insonlarning hayotiga kolaylık ilip kelish bilan bir vaqtda insonlarni cho'chitgidek darajada ishlarga sabab bo'layotganligiga shahid bo'lyapmiz. Normalda miyamizning o'zi kelgan signalni bir taraf qilib rasm tuyg'usini hosil qilgan va shu orqali ko'rinishni farqlantiradiganligini hammamiz bilamiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, kompyuterlar bu jarayonni qanday bir taraf qiladi? Odam va jismlarni qanday farqlantira oladi? 0 və 1-dən başqını tanımaydigan kompüterlər qanday qılıb şunchalar murakkab qobiliyatlarga ega bo'la oladi? Bu savollarımıza javob berish ustida leksiya so'zlab berish uchun NEC tajribaxonasida sun'iy aql tadqiqot injeneri bo'lib ishlayotgan aziz mehmonimiz Turg'unjon Yusuf akamizni sun'iy aql, mashina o'rganish, cho'nqur o'rganish va kompyuter ko'rishi qatorliq texnikalar haqida 10 necha yillik qimmatli tajribalarini ko'rurmanlarimizga so'zlab berish uchun alohida taklif qildik. Assalamu alaykum Turg'unjon aka, program taklifimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat. Va alaykum assalom. Men intayin xush bo'ldim. Tajribalarni ko'pchiliklar o'rtoqlasha olganligimdan. Yana bir qaytim rahmat aka. Hurmatli ko'rurmanlar, savollaringizni imkon shaklida bizlarga bildirsanglar, program orqali savollarga Turg'unjon akamizdan javob olamiz inshaalloh. Bu ishimizni tarqatib qo'yish orqali ham bizni qo'llab, ham bu suhbatdan boshqa qarindoshlarimizning manfaatini qilishiga vasila bo'lgaysizlar. Xo'sh, unda biz Turg'unjon aka leksiyani boshlashdan avval o'zingizni ekran oldidagi ko'rurmanlarimizga qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Men Qashqarda tug'ilgan, to'liq o'tini bitirguncha Qashqar Konşehir'de o'qigan bo'ldim. 2001-yili oliy maktab imtihon berib, Şinjan Universitetining fan texnik sinfiga kirdim. 2 yil Şinjan Universitetida fan texnik sinfida o'qigandan keyin o'quvchilarning ichidan tanlanib, Shanxay qatnash universitetiga shu aloqa uchur texnikasi kasbi bo'yicha o'qishga avatildim. Shu o'qish jarayonida andin Shanxay qatnash universitetida yana bir ikkinchi kasbni o'qib mangay deb yapon tili kasbini ham o'qidim. Shuning bilan 2007-yili Shanxay qatnash universitetida ham electrical engineering deymiz, ya'ni shu aloqa uchur texnikasi va yapon tili ikki kasb bo'yicha bakalavrilik unvon oldim. Ondan yana yuqorlab o'qib 2010-yilning oxiri, 2011-yilning 5-ida Shanxay qatnash universitetiniki shu aloqa uchur texnik kasbi bo'yicha ya'ni magistrlik unvonini olgan bo'ldim. Ondan shu vaqtda xizmat kuchib ketdim. To'y qilib, xizmat qilib 2011dan to 2014gacha 3 yildan ortiqroq Shanxayda xizmat qilgan bo'ldim. Xizmat boshlagan vaqtlar men shu nimada yozgan, bir yozmamni yozgan. Men Amerikaga qanday keldim degan yozgan. Bu ishimizni qo'yib qo'yaylik, ko'rurmanlarimizni ko'rib yiqishni xohlasa. Dastlabda men shu sinoq test engineer listini boshlab Sony'da. Hani u tas bo'lmaydi ekan deb, ana ekandan yumshoq detal etishni ish kuchi qilib
Andan oğlum qılmay eng qiziqligim yana şu tadqiqat injenerlik kelgende tunji xizmatni şu vaqtki barangi to'g'ri to do to'g'ri yangi barangi to'g'rida bir yildek andan şu yani 2 yildek başqa bir şirket ishildim. Bu endi birinchi u şirketni qilgan ishim bor. Şu resimlarni jipslashtirib, masalan, mana bizlar bunda ko'cha Google'niki ko'cha resimlari bor, uzun panorama resimlarini. Shunaqa resimlarni qanday kirishtirish, qanday jipslashtirish, u bir endi nihoyatda matematikalik nihoyat algoritmlarni talab qiladigan bir saat. U saat 2 yildek ishlatma. Andin shu bir tarafdan ishlab, bir tarafdan tayyorlik qilib, masalan, imtihonlarni qaytib berib, TOEFL, GRE degan imtihonlarni bir tarafdan ishlab, bir tarafdan tayyorlik qilib, ishlab turgan vaqtlarda shu nimaniki IEEE deydigan shu organization'niki xalqaro yig'iniga maqola e'lon qilib, degandek shu maqolaning kuchi bilan 2014-yili Florida, Markaziy Florida universitetiga doktorlikqa o'qish mukofoti bilan keldim. Endi shu o'qib 2017-yili endi bir tarafdan xizmat qilib, bir tarafdan o'qishga ketdim. Endi doktorlik turi berdigan. Bir tarafdan o'qib, keyin darsni tutib bo'lgan, faqat shu maqolalarni chiqarib etsam ham oxirida yana o'xshash doktorlik oldigan bir holatda maktabdan ayrilib xizmat qilishni boshladim. 3 yildek uch shirkat ishlatdim ondan keyin. Şu o'tgan yildan boshlab hozir NEC'niki Amerikadagi tajribaxonasida shu tadqiqot injeneri bo'lib ishladim. Bu meniki boshlagandan tortib hisobda xizmat tecrübemden hammasi 2011-yili barangi to'g'ri kirgan vaqtda qilgan ishim, shu vaqtda mashin o'rganish, kompyuter ko'rishdan boshlagan. Shu hisobda 2021 bo'lgan bo'lsa, men bu bir soatda shu xizmat qilib tadqiqot qilib turayotganim menga 10 yil o'qib. Ko'p rahmat aka. Undaq bo'lsa, programmamizni ko'rayotganlarni saqlatmay litseyimizni boshlagan bo'lsa. Bo'ladi. Slaydni. Göründü mü? Man kör. Ha, içivatı aka. Buldum. Ha, Bugün asas sözleşme olan mezmun maşin öğreniş ve kompüter görüş. Yani siz bir net sorularını kaldırıp koyup şu asasta tayarladım bunu. Mesela suni akıl, maşin öğreniş, çonkur öğrenişinki kandak farkları var diyendek. Mesela bunun içinde sözlep kelsek, konuşup kelsek, suni akıl, artificial intelligence dediğimiz bu emrin kang dairədəki hukum. Bununla faqat şu qandaq bir nərsini adam oxşaş, azraq adam təqlid qilib o'ylay oladigan, bir qaror chiqara oladigan qilsak, bu mustaq narsani qandığını artificial intelligence deymiz. Mesela oddiy misol olsak, masalan bir sensor var deyli, bir sezgich bor, temperaturani sezib turib, temperatura 100'ga chiqqan vaqtda, mesela agalanır signal bermez deyilgan, aşağı bir programlab qo'ysak, aşağı temperaturani sezib, ma'lum mezgil kelgan chog'da ovoz qilib agalantirish bersa, aşağı faqat odamning o'rnida qilgan ish bo'lgandan keyin, mushta narsalarning hammasi bor, albatta, shu sun'iy aql darsi kirdi. Mesela soat to'g'rilab qo'yish, bu turmushimizning hamma yerga singib ketgan, bu 50-yillardan boshlab bilan hukum. Emniyet kullanıcılığı belki unutun baldım bolsa mümkün. Şuna bu nait kar hukum. Yani bunun içinde nurgun işler bayatını geldik adli mandak olsa, mandak kılımız geldik nesne bir maşına programlap koysak mı şu suni akıl olgan boldu. Onun sırıştığı vaqtda maşını öğreniştiğimiz bir kadar bu memlekette bir suni akıldan bir tarmıqı. Maşını öğrenişindeki bir farkı nima deganda bu mashin o'rganishda biz nurg'un sonliq ma'lumot va sonliq ma'lumot sonliq ambarlar ketadi. Buni o'rgatamiz.
Buna karşı bir narsani qayta beşlik ötküzüyversek, mashina aslında bir uyg'ungan bo'ldi. Bu asas hukmi bir statistikalik usullardan foydalanib, mashinaga nurg'un mustaqillik ambarlar orqali bir narsani o'rgatsak, bu mashina o'rganish bo'ldi. Ham cho'nqurlab o'rganish deganimiz bu amaliyotda texnik kichik bir tarmoqida bu mashin o'rganishniki texnik bir kichik tarmoqi. Buni keyingi betlarda balkim bekrak tushuntirish mumkin. Cho'nqurlab o'rganish deganimiz amaliyotda mashina o'rganishning ichidagi bir burun sun'iy nerv to'ri degan bir texnika bo'lgan. Bu bek yangi narsa emas. Lekin burungi vaqtlarda sun'iy nerv to'rini laylagan vaqtda buni faqat shu eng ko'p bo'lgan vaqtda 3 qavat qila olaydik-da. O vaqtda qattiq detallarni hisoblash nimsimi ko'tarilmaydi, undan cho'nqur qilsak. Lekin endi bu 2012-yildan boshlab qanday qilyapmizsak, hozir bu 3 qavat emas, hozir necha yuz qavat, necha ming qavat qilsakmi, hozirgi qattiq detallarni hisoblash saviyasi bunga yetadi. Bunga sal turib oxirgi betlarda texnik obrazlik tushuntirish bor. Nimishqa cho'nqurlab o'rganish deb nom qo'yib qolgan degan. Bu hozirgi eng qiziqsa. Endi bu machine learning, mashina o'rganishning ichida 3 tarmoq bor. Bu 3 tarmoqning ichida deep learning ishlatgan bo'ldi. Cho'nqurlab o'rganishni shu hammasining ichida arsida bor. Bu tarmoq qanday desak, yetakchilik o'rganish, supervised learning, yetakchilik o'rganish, unsupervised learning, and kuchaytirib o'rganish deganimiz, reinforcement learning degani kuchaytirib o'rganish deb tarjima qildim. 3 xil o'xshamaydigan o'tish usuli bor mashinaga. Bu bir xil o'tish usuli qanday deganda, bu bir nurg'un narsani ko'rsamiz. Buni ben bir o'ylab obrazlik nima qilsam, masalan biz imtihon tayyorlagan vaqtda nurg'un taqlidi imtihon so'zlari bo'ldi-ku. Aslida javobini bir tab yozib qo'yib turib, ma savol chiqsa, mandaq javob berma, ma savol chiqsa, mandaq javob berma deb shu savoldan javobni tang yodlab mangani bu yetakchilik o'rganish bo'ldi. Endi bu kuchaytirib o'rganish degan qanday deganda, siz shu qo'lingizdan yana nurg'un shu nim bor, taqlidi imtihon so'zlari bor, lekin javobi yo'q. Siz qanday bilsiz, uni siz faqat shu birini ishlab bo'lgandan keyin bir nomer qo'yg'isiz, javob siz faqat yo'q. Uni faqat o'zingiz shu nima bilsangiz, o'zingiz bilgancha bir nimani qilib eng oxirida nurg'un qatim ishlash orqali siz bir narsa o'rgansizda, javobi yo'q, savol ishlaganga o'xshaydi. Masalan, bu yerda bir misol keltirganim, bir o'yin mesela bu hech kim burni o'ynab boqmoq bo'lsa, mesela bu Super Mario degan Mogo o'yinini burni o'ynab boqmoq odam bo'lsa, bu tashlab bersangiz, qanday qildi? Hammaga sakrab boqranga, nar Mogo chiqdi, nar tang chiqdi. Uni hech kim bilmasangiz, hammaga sakrab boqirgan gap, uni qilib buni qilib eng oxirida siz shu qanday qilgan chog'da nar Mogo valqini, nar tangog'im bo'lganini qanday qilsangiz shu osonroq o'tgan bo'lgan hammani bilib, ustib ketsizda, kuchaytirib o'rganishimiz amaliyot shunga o'xshaydi. Bu bek nimasi umumiy bek nima deydi buni? Nəhayət tabiiy o'rganish usulida kuchaytirib o'rganish. Masalan, biz o'rgangan vaqtda, masalan, kichik vaqtimizni tortib o'rgangan vaqtda bizga hargiz bir kim ma'mandaq deb hamma narsani o'rganib bo'lmaydi-da. Biz nurg'un narsani o'zimiz shu masalan, mengishni eng oddiy mengishni desak, u yerga usib qo'yib, bu yerga usib qo'yib, bu yerga yiqilib qo'yib, shu bir yerga putlashmay, bir yerga karvatni yiqilib tushmay, mengishni eng oxirida o'zimiz o'rganamiz. Bu shunga o'xshaydi kuchaytirib o'rganish. Ham yetakchiz o'rganish deganimiz, buningda yana nima yo'q, yetakchi yo'q. Bir hech kim bir narsa deb bermaydi, lekin mana qarab qo'yib, nimasi bir turib ketgan, o'dak, qushqash, g'azlar bir turib ketgan, toshqan o'xshamaydi ekan, deb o'zidan mana qildi bir yerga ko'rplash qilsa, bu mana yetakchi o'rganish bo'ldi. Lekin bu kuchli texnikalar, kuchli xil o'rganishni hozir nima bilan birlashtiryapti? Deep learning, cho'nqur o'rganish, shuning hammasida ishlatgan bo'ldi, cho'nqurlab o'rganishni. Ondan hammalarga bek tanish bo'lgan AlphaGo deymiz. Masalan, 2016-yili Li Sedolni yengib olgan, shu qo'rshoq shaxmat yengib olgan texnik ishlatgani, amaliyot eng asosiy ishlatgani kuchaytirib o'rganish. Unga yana azroq kuchaytirib o'rganishdan cho'nqur o'rganishni birlashtirib qilgan. Lekin bizning turmushda bek ko'p ishlaydigan amaliyotda yetakchilik o'rganish. Mesela nurg'un nimalar bo'lsa, sonliq ma'lumot ambir bo'lsa, data base bo'lsa, image database'lar bo'lsa, shu orqali bir narsa o'rgatamizda. Bu endi umumiy tushunish bo'ldi, cho'ng uqumlarni.
Yani kompüter körüşte siz kompüter birlen nölden başka tanımasa qanday tanıydı depdiniz. Nölden bir arqılıq mesela 8 bit nölden bir bolsa ma 256 bit kan ma nimisi nim qilgan 8 bit bolsa mush bir nölden 255 bo'lgan son ifodagan bo'ldi. Emret bu resimlerning hammasi resim foto aparat tartgan vaqtda sensorlar uni mustaqil songa aylantirib qo'ydi. Yorug'lik dersiga qarab. Masalan, bek yoruq bo'lsa 255, qara bo'lsa 0 bo'ldi. Baya qaraganingizdek mana Lincolnning resmida mana bayaga obrazlik chiqarib qo'yibdi. Aqyalarning nomer yuqori. Emret siz kompyuterda saqlaydiganingiz mustaqil son. Buni shu resim ko'radigan softverlar, yumshoq detallar o'zimiz kompyuterning ekraniga mesela ko'rsatib berdi. O'sha sonlarni mana ko'rsatsam bo'lganda yorug'ligini rangini tanishib kompyuterga chiqarib berdi-da. Bu malqi rangsiz resimlarniki faqat birlam channel bo'ldi. Anda bu rangli resimlarniki yana shu emniyatda 3 qavat bo'ldi, 3 channel. Qizil, yeşil, ko'k degandek. Bu emniyatda bu ma'noda faqat birlam matrix, birlam matrix saqlasa, bu rangli resimniki har bir nimada resim uchun 3 matrix saqlaydi. Qaragandek yana o'xshash nima resim bir pikselda. Şuna mesela bizdeki videolar 1080p bo'ldi, 4K p bo'ldi deymiz. Ama saqlab olganı video bo'lamdi, mayli resim bo'lamdi, hammasini saqlab olganı faqat mustaq son. Şuna kompüterning ko'rdigini bunda biz ko'rganga o'xshamaydi. Ular faqat sonlam tanıydi, ya'ni o'xshashlam. Andın yana bir savolingiz kompüter qanday ko'rdi, ya'ni qanday tanıydi, narsani qanday tanıydi degan savolingiz bor ekan. O savolga javob berish uchun masalan hozirgi eng nima qilayotgan, qarshi ilinayotgan eng ko'p ishlatilayotgani cho'nqur o'rganishning asosi amaliyotda sun'iy nerv teori. Sun'iy nerv teori deganimiz amaliyotda bu nihoyat konfqum. Bayatın tushunib o'tgandek. Bu odamniki shu nerv sistemasini tahlil qilib, masalan odamniki mingsida mesela nerv bo'ldi, nervdan necha trillion nervlar bir-birida ulanib va ko'rgan, masalan bir narsa ko'rsak, ko'zimizga bir impuls bo'ldi, ko'rgan rangdan impulsni shu nervlar bir-biriga ulab yetkazib, eng oxirida ma'miz yetkazib bir qaror chiqaramiz-ku. Shuning o'xshash nerv teori deganimiz, masalan bu eng oddiy buniki nervisi faqat bir mustaqil sonlar. Mesela x0'dan xn'gacha bo'lgan sonlarni bir nima bilan ko'paytirib, bir qimmat bilan mayatki koeffitsient bilan ko'paytirib, ana keyin buni bir nima qilgan bir qayta ko'paytirib, buni bir nima qilgan non-linear operation degan bir narsa, siziqsiz hisoblab bir qimmat chiqarib turdi. Bu qimmatni yana boshqa birisiga o'tkazib turdi. Ya'ni uloqliq bu amaliyotda sun'iy nerv teori, odamniki, mingsiniki, nerv teoriniki tahlil qilgan nimasida. Endi buningdan endi hozirgi cho'nqur o'rganishda qanday qilib cho'nqur o'rganishda desangiz, bu birinchi sol tarafkisi bu arxitekturni 1995-yillar chiqqan deyman, Lennart deb. Qarsangiz bu sal mana nimaga o'xshamaydi, lekin asos logikasi o'xshash. Bu nihoyatda necha qavat ekan? 1 2 3 4 5 qavat. Ana keyin mana nimada 2012-yilda mana shu cho'nqur o'rganishni boshlab berganniki arxitekturasi mana AlexNet deymiz. Bu qarsangiz bundan texnik cho'nqurlab ketganda, chunki 2012-yildan 1997-yilniki farq nihoyat asos farq nimada desak, qattiq detallar nihoyat tez taraqqiy qildi. Bo'lapmi shu GPU texnikasiniki nima qilishi bilan, yetilisi bilan nurg'un g'oyat zo'r hisoblashlarni buni qisqa vaqt ichida olib borgan bo'lmagan g'oyat zo'r hisoblashlarni nihoyat qisqa vaqt ichida qilgan bo'lgan bo'ldi. Ana yana bir ish resim ombre 97-2000-yillarda undaq nihoyat kichikda vaqtlar biz men boshqa vaqtlarda SVM, Adobe Boost degan shu tease dong o'rganish
nerv to'g'rilarini ishlatgan o vaqtda bizning ishlatilgan resim ambarlarimiz bir necha ming bo'lib ketsa 10 ming bo'ldi. Lekin buni bu qancha murakkab bo'lgan sari buni mashqlantirmasak nurg'un mustaqil resim bo'lmas bo'lmaydi. Çünkü buni mashqlantirishga imkoniyat ega qilgan yana bir narsa cho'ng resim ambari, uning ismi ImageNet. Buningda 1.12 million resim bor. Ming xil narsani to'ntirgan. Shu narsa keyingi hozirgi shu cho'nqur o'rganishniki inqilobni boshlab bergan ashki narsa bo'ldi. GPU hisoblash texnikasi va g'oyat zo'r resim ambari. Anda bu VGG deymiz 2014-yilga qarasang texnik cho'nqilab ketdi. Bu Google Net bu 24 qavat. Hozir 2016-yildagi ResNet bu 150 qavat. Buni siz bo'lmadi qavat sonini. Mana bu yana bir sabab cho'nqur o'rganish degandan keyin nemishqa cho'nqur deganingiz mana his qilgansiz balkim. Mana sal tezroq yerdan bag'ansir cho'nqurlab kiribdi. Buni yana bir kelgan ismninki kirish sababi musharin tushunasınız bo'ldi. Ondan bu murakkab nerv to'g'ri convolutional neural network ma'u yana shu AlexNet 2013-yildagi. Buniki har bir qavatda qanday narsalarni o'rgandi, qanday narsalarni mashqdan o'rgangan, qanday bir narsani o'rgangandi deb buni ko'rsatib baqqan, tajriba baqqan. Birinchi qavat tez qavatlarda ular nima o'rgangansiz? Shu nimaniki qirlarni, bir narsaning qirlarini, shu ranglik har xil blob deymiz, har xil kichik doiralarni o'rgangan. Ondan bu o'tirroq kelgan vaqtda bu nima o'rgangansiz? Mesela texture deymiz, mesela sel nimaga qaraganda sel cho'ngroq bir yerlarni. Ondan 5-chi murakkab nerv to'g'ri qavat kelgan vaqtda convolution 5 deymiz. Bular bir narsaniki parça kichik bo'laklarni o'rganganda, ana bu eng oxirgi qavat kelganda bu faqat o'rgangan narsa nima desangiz, shu biz nima o'rgangandek, ko'rgandek, masalan, qarasangiz bu yerda to'xu, maya qarasangiz qiyiq, maya qarasangiz nima degandek objekt nima o'rgatgan bo'lsangiz, bir narsaniki shu nihoyat yuqori darajadagi bir xil shu biz kallamizdagi hukmlarni o'sha o'ziga o'rganayotganda cho'nqilab o'rgangan vaqtda, texnik cho'nqilab kirgan vaqtda, o'sha nimadan boshlab, qirdan boshlab, eng oxirida mushtaq ma'nosi va hukmlarcha shu nerv to'g'ri narsalarni to'nib qilgan gap. Endi buniki nerv to'g'riniki murakkab nerv to'g'ri 2012-yilda o'tirib qo'yildi. 2016-yildan keyin bu to'xtab qoldi, chunki bu ResNet'dan keyin asosan buniki yangi asosan to'ynib qilib, buning masalan ImageNet musobaqasi degan bir musobaqa bo'ldigan. Chunki shu ResNet'dan keyin ResNet shu kichik narsalarni tonishda, resimdan tonishda odamlarni yengib oldi-da. Odamlarniki tonish nisbati bir narsalarni to'g'riliq nisbati 96% bo'lsa, ResNet uni 96.5 mu asla xato nisbatini 3.5% tushiribdi-da. Odam yengib olgandan keyin ondan bu nimaga to'ynib qoldi. U ImageNet degan resim ambardagi mashq qildirib berganning imkon bo'lmagandan keyin ana keyin yana chiqqanlari bor, masalan DanceNet deymiz, HRNet deymiz, lekin hozir bunday murakkab nerv to'g'rini tadqiq qilganlar oz. Hozir asosida buni qanday ishlatishni, qanday amaliy qo'llanishchan sohalarda, masalan qanday qattiq detallarda, telefonlarda qanday kichik qattiq detallarni qanday qilib mush narsa ishlatmaymiz degan narsa hozir bakrak asosiy iqlim bo'lib qoldi. Bu murakkab nerv to'g'riniki qo'llanishi deganda birinchi qo'llanishi narsalarni tepish. Bakit ko'p ketmi ya? Yo'q. Chunki bir narsani
ImageNet degan sonliq ma'lumot omburida faqat har bir rasmning faqat birlam nimasi bo'ldi. Qandaq narsa ekanligini deb turdi. Uningda u narsani qayerdakin deb olmaydi. Bu narsalarni tepish deganimiz shu bir yaxshi maslantirib olgan ImageNetda yaxshi maslantirib olgan bir nim bo'lsa, yaxshi maslantirgan bir bizda nertor bo'lsa, uni nurg'un narsa ishlatgan bo'ldi. Buniki birinchi bevosita ishlatilishi narsalarni tepish object detection deymiz. Bunun prinsipi oddiy amaliyotda. Masalan, maslantirgan CNN bo'lsa qo'limizda, biz faqat shu doir bo'yicha har xil nimada bir nimaga kontekstini orqali elib, shuni to'ntib, masalan, har bir nima qilsak, rasmni kirgizsak, maslantirgan CNN uningga bir sizga bir ehtimol qilib birda, masalan, bu mesela bir resim to'qiniki doirasini cho'ngroq qilib qilsangiz, kichik doira qilsangiz, bu 90% ehtimol bilan bu to'q ekanjimi deb birdan asa bir narsa chiqarib berdi-chi. Shu bir narsa tepishni qanday qilamiz deganda, mustaq bir doirani cho'ng, kichik mustaqil to'rtchasi doirani rasmning ustida mana skan qilgan gapda, skan qilib qayerda mustaq eng yuqori numar ehtimollikni bersa, ma doiracha mesela ma to'qiniki, mesela ma nimani ko'rsangiz, bu qanday kelgansiz mustaq cho'giltib, hamma yana skan qilib boqib, men kelsa, shunda bu 100% ehtimol bilan shu to'qujmo deganki, unda men to'qib olgan deymiz. Bunda narsaning o'rnini mustaq belgilagan gap. Bu narsalarni tepishayotgani, anda bu CNNni yana başka nurg'un narsa aytgan bo'ldi. Hozir CNN shu cho'nqur o'ynishdagi eng muhim qurol desak ortiq ketmaydi, maslantirgan CNN. Uni noldan boshlab maslantirish tez. Ammo uni bir maslantirib olganda yaxshi maslantirgan CNNdan birini tepib olsak, uni yana boshqa nurg'un ishlatgan bo'ldi. Masalan, object segmentation deymiz, instant segmentation deymiz. Bu amaliyotda shu maslantirilgan CNN'niki bevosita qo'llanishi. Odam, it deb semantik segmentation deymiz, ma'noliq ayirib chiqish deymiz. Odamlarning hammasi bir xil label, ya'ni ayrim belgi. Bunda har bir odamni ayrim ayirib chiqqan gapda buni instant segmentation deymiz. Endi bu hareketlen tanış deymiz. Bu mu emniyette bir yaxshi maslantirgan CNN model bo'lsa qo'limizda, uni yana o'zgartirib, shu nimaga mesela bayatın 4 kategoriyani topdik bu yerda 4 kategoriyani har bir obyekt bor kategoriyani. Ma'noda mustaq key point deymiz. Shu joint nuqtalarni, muhim nuqtalarni adamning badanga so'ngakdan tutilgan muhim nuqtalarni shu o'xshash nazariya bo'yicha tep chiqqan bo'ldi. Buni tep bag'ani qanday olib olsangiz, buni odamning pozini tepish deymiz. Bu topgandan keyin buni texmo yig'ib bir necha video bo'lsa, shu pozniki, shu pointlarniki, shu nuqtalarniki nimasi bo'yicha harakatlarni tunutgan bo'ldi. Manda qilyapti, mesela top o'ynatdi, voleybol o'ynatdi, meng'otibdi, yuguribdi degandek. Bu amaliyotda shu yaxshi maslantirilgan CNN'niki qo'llanishi. Anda bu nihoyatda hammalar yaxshi bildigan yana bir qo'llanishi CNN'ning. Buningda amaliyotda nurg'un narsalar borda. Masalan, birinchi bo'lib bayatın ko'rsatgandek avval narsalarni topamiz. Narsalarni tepib oldik, kategoriyani orqali ilib oldik. Ilib olgandan keyin ondan buni iz qo'ygan gapda. Mayadan mayash mangdi, ma'ni ID'si mancha, ma'nasiniki deb. Masalan, mashinaniki mayada ko'rgandek, mangan yo'llarini sizib mang'atadi. U iz qo'g'lash, ondan uningga yana ustiga yana bir narsalarni tonishni qatgan bo'ldi. Masalan, mashina bo'lsa, hammalar bilgan nihoyatda yaxshi misol mashinaniki license plate dendik. Mana numar taxtasini tontish
Hı. Adem bolsa Ademning avval yüzünü tapmayız. Yani şu näsler tepeş. Yani bu memlekette şu yaxşı məsləhətlərilən CNN-dən özgərtib azaq yəni belə fine tune deganimdemiz. Yani onu mana yana küçətib şu başqa bir kichik sohaga texmi məsləhətlendirib, məsələn bir nərsəni tapırğandan Adem yüzünü tapırğanğa özgərtib Adem yüzünü tapdıq. Yani oxşaş iz qoğlaymiz. İz qoğlap aniken sel çıray oç qoğasa Ademninki çırayını tonup hani kolumuzda mesela Ademninki mesela mayada yaptık o cinayetlerninki sağlık mağlubat ambır olsa bu Adem şum emasmı bunu siriştirip manşpırsa okşaş boldu dep derhal aşıyor signal bırğanğa bu emniyette vatanımızda hazır emmelerinde sarasim sülatkan derslerinin birisi bu. Anden yana bir çoğun sahaya bayatın kösetken derslerin hamısı mesela näslen tepeş, ağrıp çıkış, hareket dönüş, iz qoğlaş bunun hemsi iki dilik resim, iki dilik şu videolar üstüne buladı da kompüter görüşündeki yeni bir çoğun sahası 3D kompüter görüş. Bunun da bu nette hazırkı naiti kızık sahada mesela nemiş kırganda hazırkı çoğunkur ügüneş Süni aqlniki hazırkı en kızık tadqiqat noktası nima deganda adamsiz mashina idesh bo'lardi. U adamsiz mashina ideshga keltirgan texnikalar nihoyat jiq. Mushu bayatdan ko'rsatgandek narsalarni tepish, mushu semantik segmentation, narsalarni olib chiqish deganlarning hammasi shu nihoyat kambos bo'lmaydi. Ondan yana bir kambos bo'lmaydigan narsa nima deganda slam deb qo'yamiz. Mana shu atrofdagi muhitni simultaneous mapping and localization and mapping deganni o'rin bekitish va shu modellash deymiz-ku, shu atrofdagi muhitni. Bu robotmi nima qilsak bo'ldi? Masalan, o'ng tarafda ko'rsatganimizda, bu yana bir robot uy kirib ama şu etrafında mesela çökülgeç, mengep mayer mandak nasıl bakken, mayer mandak nasıl bakken, umumiy meniki şu ki körgen, şu ki öynünki işçiler mandak nasıl bakken, emmine mesela hatırlap modellap çıkaran gepte. Bu hem de sol tarafı çünkü 3D degendikken ya 3D degendikken bununki o'xshamaydigan bir 2D'lik resimga o'xshamaydigan bunun da bir hamda bir arlık nimasi bo'ldi-da. Ushurib. Masalan, yaqinroq bo'lsa, nimir yuqoriroq buni cho'ng qo'liqni o'g'nish deymiz. Arliqni hisoblash. Mushu silam, mushu texnikalar hammasi birlashib hozirgi mushu odamsiz mashina idesh texnikasiniki asos bo'ladi-da. Mushu o'rin bekitish va modellash, narsalarni tepish, narsalarni olib chiqish. Buning ichida narsalarni shu ma'noliq olib chiqish nihoyat muhim ekanda. Shu atrofdagi masalan yo'lning endiki belgilar bo'ldi, yo'lning to'siqlar bo'ldi, oldingi mashinalar bo'ldi. Hamma narsani mustaq yaxshi olib chiqib, ana keyin orliqni qanchalik orliq qoldi buni yaxshi o'lchab qilmasa bu adamsiz mashina haydashdan so'z ochgan bo'lmaydi. Bu asos texnikalar, andan yana bir qiziqarli texnikalar men bu narsani qilaman video. Yana bir texnika buni asli qilg'uch network Tor deymiz. Buni generative adversarial network deymiz. Mesela hozir bu resim qardinglar, ko'rasizlar. Qaysiga tepaqsiz bulan, buni tepaqsiz buning ichida qaysi tabiiy tadilga resim, qaysi Men deb baqayman. Deb baqayman. Ben xili ko'rib baqqandim, qanchalik to'g'ri deyalayman bilmayman. Bu ostidagi o'tirdagi rasm tabiiy tortilgan rasm mencha. Yana-chi? Undan keyin ekranlar nimasini tortadi? Cho'naq qilaymi?
Yo'q. Mana Hə? bu menda nim bo'lib qoldi kompyuterning ashiya qachon. O'ng Hmm. taraf eng osti qismi mencha tabiiy tortilgan rasm. Xato bo'lib qoldimi? Lekin sol taraf eng ustidagi. Eng sol taraf ustidagi. Buning hammasi kompyuterda yasagan. Kompyuterda yapılan. Joylayıbdı. Lekin ashta his qilgandim. Bu Demak, hech kim o'xshamaydi. Bu bir kim o'xshatib yasagan rasmlar emas. Bu faqat nurg'un, masalan, 1 million odamniki rasmini shu GAN deydigan bir nim bor, o'xshamaydigan bir tor bor. Neurotori. Shu orqali o'zi yasab chiqqanda nurg'un odamniki alayliklarni o'ziga jipslashtirib yasab chiqqan rasmlar bu. O'zi kompyuter o'zi. Hargiz bu Photoshopda nim qilgan narsa emas. Andın yerden bir video bor, yerden qo'ygan. This glue will shock you. Watch how. Mesela deepfake deyilgan bir texnik var. Bu kadar desangiz avval tushuntirdi ya. Mesela bu James Bond'ningki 007 kinosi. Bu artist başka. Bu hozir faqat artistga boshqa bir Jim Carrey degan yana bir donliq artist bor. Shuniki rasmini jipslashtirgan gap. Qarasangiz lekin buningda yolg'onligini bayqamay qolasiz, qarang. Yes. Lekin bu emli kino emas. Gap so'zini tortib, toki ashi chiroy ifodasigacha hammasini shu asli James Bondning rolini olgan odamdan butunlay boshqa bir odam olgandek bir holatga ekildi. Bond. James Bond. There's no point in living if you can't feel alive. Isn't that right, Electra? Isn't that your motto? What? He and I had a little chat this morning. Knew all about us. Knew about my shoulder. Knew exactly where to hurt me. Are you saying Renard is the man who's... Shu bu emniyatda shu GAN degan texnikaninki nimasi, to'pisi. Bu nihoyatda qiziq soda generative adversarial network deb. Umuman emniyatda eslatib kelsak, yana shu boshlab bergina shu desab tunishtirgan murakkab neurotori. Ya nurg'un yangiliklar bor. Qiziqqanlar mush sohaga kirib nima qilsa hargiz pushama qilmaydi deb o'ylayman. Akam shu shuni qilajak taraqqiy qilyapti kunimizda. Har qaysi davlatlar bilamdi yoki dunyo xarakterlik shuni aqlga qo'yilgan ba'zi bir cheklar yoki bo'lmasa ba'zi bir axloq qurollari, axloq nimalari bormi? Buningda nurg'un cheklimlar bor. Masalan, Xitoyda hukumat hech qanday cheklimsiz hamma narsani nazorat qilib, shu uyga ishkini oldiqcha, uyning ichigacha unda nimani qo'ya olgan bilan boshqa qanday boshqa davlatlarda, bo'laqmi demokratik davlatlarda unda qilish mumkin emas. Xalqning uyi ekan, hatto shu nimadami ko'chalarda, masalan, shu ayrimlardami shu nima narsa, shu nazorat kameralarini qo'yish nisbatan cheklim bor. Ondan hozirgi yana bir chiqayotgan texnika qanday desangiz, shu odamlarniki shaxsiy uchurni olmay turib, masalan, shu rasm kamerani qo'ygan vaqtda, chunki odamlarning shaxsiy uchurni unda xalqning ruxsatsiz rasmga video ilish, u asli umumiy bir xato ishda. Onu nurg'un davlatlar qo'llamaydi. Masalan, alohida sharoit bo'lmasa, masalan, do'konlarda o'ziniki shaxsiy do'koni bo'lsa, so'z saroylarda ishlasa bo'ldi, lekin boshqa uni nurg'un cheklan bor. Masalan, boshqalarniki shaxsiy nimasini, shaxsiyatiga daxl qiladigan holda video olsa bo'lmaydi. Ko'rurmanlarimizdan ba'zi savollar kelibdi. Men savollarni so'ray. Birinchi savolda mundaq deydi.
Hozir kompyuter kasbida o'qiyotgan va keyin sun'iy aql sohasida taraqqiy qilishni o'ylayotgan o'quvchilarga o'rganish haqida qanday tavsiyalaringiz bor deydi. Hozir kompyuter sohasida o'qiyotgan bo'lsa, maktab o'qiyotganlar bo'lsa, menimcha matematikani yaxshi egallash nihoyat zarur. Masalan, buni tadqiqot qilaman desa, masalan, nurg'un matematik bilimlar ketadi. Eng muhimlari, masalan, oliy matematika, oliy siziqliq algebra, masalan, yani ehtimollik nazariyasi, andin yana a'lolashtirish texnikasi degandek nurg'un matematik bilimlar zarur. Buningda cho'nqurlab o'ynaman degan ish bo'lsa. Maktabda o'qiyotganlarga qilgan tavsiya shu. Endi maktabdan chiqib bo'lganlar nisbatan maktabdan chiqib yana qilishni o'ylayotganlar bo'lsa, bu shu aqliy sun'iy aql sohasida ishlayotgan deganlar bo'lsa, masalan, yana buni o'ziga o'rganib ketgan bo'ldi. Chunki matematika bek nima bo'lmasimi, talab qilmaydigan, yani nurg'un ishlar bor-chi buningda. Hozir matematika bilmasimi, shu Google, Facebook'larniki tayyor qilib bergan qurollar orqali yani nurg'un ishlar qilayotgan bo'ldi. Shunga buningda qiziqqanlar qilsa bo'ldi. Nurg'un qiziqarli ishlar qilgan bo'ldi. O'qiyotganlar matematikani yaxshi o'rgansin. Shu boshqa tavsiya yo'q. Endi bir ko'ruvchimiz bunday deb savol so'rabdi. Shu aqliy idroklik sistemalarning taraqqiyotiga ergishib, sonliq ma'lumot mutaxassisi yoki olimi deydigan hozir nisbatan moda bo'layotgan bu kasb bara-bara yo'qolib ketadi deydigan yozmalarni ko'payib qolyotidi deydi. Turg'unjon qarindishimizning bu xil ko'z qarashga bo'lgan ilmiy farzini bilib baqsaq bo'lamdikin deydi. Sonliq ma'lumot mutaxassisi degan bu nihoyatda necha yil yog'i nihoyatda emidim anglab kelyotidi. Nurg'un xizmatlar bor, lekin buning bir qanday ish desangiz, bizning ismi sonliq ma'lumot mutaxassisi, lekin bu o'xshash bir sonliq ma'lumot mutaxassisi degan odamniki o'xshamagan shirkatda qiladigan ishlari bir-biriga faqat o'xshamaydi. Buni bir maqsadni qilish kerak degan bir nimasi yo'q-da. Endi bu kasb yo'qolib ketadi deganga mencha yo'qolib ketmaydi. Lekin balkim borgansiri bundaq bir nihoyat umumyuzlik hamini o'ziga olgan bir nom bo'lmay, balkim borgansiri masalan sonliq ma'lumot analiz qiluvchi, sonliq ma'lumot bartaraf qiluvchi degandek har bir tor kasbning nomlari o'zgarib ketishi mumkin. Lekin bu yo'qolib ketmaydi. Chunki hozirgi masalan nimani ko'rganimda hozirgi shu machine learning, mashina o'rganish sohasida qaysi kun ko'rgan bir e'lon uchrab qoldi. Hozir 500 ming odam lozim shu sohaga degandek. O hozirgi masalan bu hozirgi nima turayotgan vaqtimizda 4-qatimliq sanoat inqilobi deb qo'ydi ekan. Bu qanday deganda birinchi qatimliqda par mashinasi ekan, ikkinchi qatimliqda elektr ekan, uchinchi qatimliqda 50-yillarga kompyuter bilan boshlangan ekan. Hozirgisi shu mashina o'rganish ilk kelgan, shu 4-qatim sanoat inqilobi ekan. Mashina o'rganishlar bo'ldi ekan, bunga data shu sonliq ma'lumot mutaxassisi degandek odamlar lozim bo'ldi-da. Shunga bu kasb yo'qolib ketmaydi. Yana bir ko'ruvchimiz bunday debdi. Xitoydagi ba'zi sun'iy aql shirkatlarining video suratlaridan Uyg'urlarni to'nib chiqadigan yumshoq detallarni ishlab, Xitoy soqchi o'rinlariga ta'minlanganligi xabar qilindi. Uning prinsipi haqida qisqa tushuncha berilgan bo'lsa, deydi. Ya, buni anladım. Nəhayət ko'nglim yerim bo'ldi. Chunki bu qilsa bo'lmaydigan ishda, bu boshqa davlatlarda buni qilish emas, o'ylashning o'zini bir nimada, bundaq bir ayrim bir guruhni maxsus undaq arif ular zarb berishni maqsad qilgan bundaq bir narsani o'rnatish butunlay xato. Buning nazar, buning prinsipi degan chog'da
Bunun prinsipi men bay azraq şu nimede PowerPoint'ta ko'rsatib o'tgandek, şu avval adamni tanıydı. Adam tapılmaz, adamның özünü tep bağandan keyin adamni iz qo'g'laydigan gap. Hani chiroy ochiqroq bo'lgan vaqtda buning shu bularning bir sonliq ma'lumot ambir bo'ldi-da. Masalan, unda balki 2 xil label bo'lishi mumkin. Masalan, 500 ming yoki 1 milliondek Uyg'urning resim bo'ldi. Mana tepda Xanzlarning resim bo'ldi. Shuning orqali bir tunutishni eng oxirgi bir classifierni aysh orqali nim qilsa, maslandirsa, bu tamamen qiyin bo'lgan ish. Ters emas, lekin buning keltirgan narsa nima desangiz, texnik jihatdan ters emas. Lekin bu cho'nqur o'rinish olamdi, mashina o'rinish olamdi. Buningda hozirgi eng negizlik narsa nima deganda, shu resim ambiri, soliq ma'lumot ambiri. Kimda ashtaq soliq ma'lumot ambiri, resim ambiri jiq bo'lsa, shu nimani sani munpul qilib olgan gap. Bütün dünya miqyosida aytgandimi, shu soliq ma'lumot ambarlarini eng jiq bo'lib shu kompyuter ko'rish sohasini eng jiq egallab olgani, monopol qilib olgani Xitoy. Chunki ularda emgak kuchi azam bo'lgandan keyin, masalan, qanday bir narsaga nurg'un shu odam kuchi nimada Amerikada, Yevropada undaq jiq odam kuchini safarbar qilmaydi-da, mustaq bir resim ambarini qilishga. Lekin Xitoyda mesela hozir bizningki NEC'da qilayotgan nurg'un ishlag'imi, data tang deb, shu Xitoyniki bir soliq ma'lumot resim ambir qilgan maxsus shirkati bor. Shuningdan nurg'un million dollarlab pul xarjlab, shu soliq ma'lumot ambirini sotib olamiz. Shunga bu qilish prinsipi oson, lekin qilish ters ish. Ters ish nima deganda, shu soliq ma'lumot ambiri yo'q bizda. Bu imperativlarda unda qilish mumkin emas, yani bir jihatdan. Amtiliqi bunu maxsus Uyg'urlarning tonib chiqishi desam bular nurg'un o'xshab ketadigan ba'zi kishilarmi bog'i buni tonish uchun, buni to'g'riliq nisbatini qilish uchun shunchalik sonliq ma'lumot qilish kerakmi yoki bunga yana boshqacha bir narsami ketami? To'g'riliq nisbatini Yo'q, bu faqat 1 million resim bo'lsa-mu, faqat buningda faqat ikkilam narsani to'nsa oladi. Ma Uyg'urkin, ma Uyg'ur emaskin deganliklar. Unda bo'lsa, buning to'g'riliq nisbatini 99% ni oshirayotgan bo'ldi. Faqat shu soliq ma'lumot ambiri yetarli cho'ng bo'lsa, har xil yoshdagi, har xil nimadagi chiroy shaklini o'xshamaydigan odamlarni qilsangiz, buni qilish tamoman mumkin. Bayam deganimi shu tiliqi. Muşnağı bir əxlaq qurali. Məsələn, hər dövlətin özünə xas bab bo'lishi mumkin, lekin bütün dünya miqyosida eng taraqqiy qilayotgan hozir bayamni sizlab o'tib ketdingiz, 4-chi qitimliq sanoat nimasi degan gap. Mushundaq deganga tushliq, buningmi bir iliqi nimasi bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'ylagandim bu. Buni nisbatan endi bu har qaysi davlatlarniki o'ziniki axloq prinsipiga bog'liq ish bu. Amerikada biz hozir qanday qilamiz desangiz, o'sha shaxsiyatiga nima qilmaymiz deb, masalan bir odamni nima qilmoqchi bo'lsak, siz elitimizda, masalan biz kaycha bir odamniki nima qilmoqchi bo'lsam nimada so'z so'raylar qanday qildi desangiz, chiroyini mozaik qiladi-da, chiroyini ko'rsatmaydi. Onun shaxsiyatini saqlab qolamiz, faqat uning nima qilgan ko'rsak bo'ldi, bizga lozim shu bo'lgan ekan. Onun resimni nima qilish xato. Ondan to'g'ri chiqarsa xato, lekin nimada masalan qir asboblari bor. Masalan Jetson, Xavier, Jetson Nano deb o'sha Nvidia'ning chiqargan mustaqil nimalari bor. Yana TPU deb Google'dan chiqargan. Ayshlarning ichida tonitishning hammani shu qir asbobning ichida app bo'lsa, o vaqt yana bo'ldi. Masalan, o vaqtda unda bir cheklim yo'q. Mana yuzni tonitishlarni masalan shu qir asboblarni app bo'lsa, mayli, lekin yuz tonitishga munosabatli, masalan chiroy tonitishga munosabatli narsalarni shu nimaga bulut supusiga chiqsa, u xato. Yeni bir ko'ruvimiz bundan savol so'rabdi. Sun'iy aql kompyuter ko'rish sohasi ilgirlash uchun kompyuter tillaridan qaysi tillarni o'rganish kerak deydi. Buningda
sun'iy aql sohasida hozir eng ko'p ishlatayotgani Python. Chunki meningki qilgan ishim masalan bir narsani asosli mashqlantiradigan mashqlanish ishlatamiz Pythonni. Nurg'un nimalar bor. Framework demdik. Oniki masalan TensorFlow, PyTorch, MXNet degan. O narsani hammasi Python orqali olib boramiz. Ondan uni o'rinlashtirish yana bir o'xshamaydigan masalada. Masalan, bizniki masalan shu sun'iy aqlni o'rnatmoqchi bo'lgan qattiq qandaq detal. Masalan, biz kompyuterda qilsak, masalan bir narsani iz qo'g'lashni bir sekundda 30 resim nima qiladi, bir qiladi deymizda, uning FPS nimasini. Lekin uni o kompyuterda bizniki bu GPU va kompyuterdagi o narsani darhol boshqa qirdi boshqa ko'rsangiz, hargiz undan narsa chiqmaydi, chunki uningda unda kuchli markaziy bir taraf bo'lmaydi, uningda GPU bo'lsin atayin. Shunga uniki masalan qo'l telefonlar bo'ldi-da, Android bo'ldi, iPhone'lar bor, masalan Raspberry Pi deymiz, oddiy Arduino deb ishlatilgan narsalar. Shunga uniki masalan o'rinlashtirishga ketadigan tillar hargiz bir-biriga o'xshamaydi. Masalan Android telefon bo'lsa, uning Java yoki bo'lmasa Kotlin degan bir nima chiqdi, til bor ekan. Men yaqinda bir mobil mesela qo'l telefonga bir narsa qilib baqqan, shunda Kotlin ishlatib baqqan. iPhone bo'lsa, uningga Objective-C yoki bo'lmasa Swift degan tildan ishlatilgan gap o'rnatilishga. Raspberry Pi bo'lsa, boshqa asboblar bo'lsa, uningga C tili, C++ tili ishlatilgan gap. Shunga nimasiga qarab o'xshamaydi, o'ziniki maqsadiga qarab o'xshamaydi. Shunga Python eng asosli, andin boshqa o'rnatishtirish, deployment qilishga eng ko'p ishlatilgani C++, anda qolsa shu qo'l telefonlarning nimasiga qarab, har kim o'zining nimasiga qarab. Masalan, to'g'ridimi qilgan bo'ldi. O'rnatilishda masalan TensorFlow'niki JavaScript nimasi bor, libraries chiqdi, TensorFlow.js deb to'g'rida nim qilishga. Amazon'niki masalan Google Cloud nimasiniki nimasilar bo'ldi-da, lekin hepsi jiqlarda balki 60-70% ga Python yetib ish qilish mumkin. Qolgani endi o'ziniki qanday o'rnashtirishga bog'liq, o'zining ehtiyoj bo'yicha o'rgansa bo'lib qolgan tillarni. Rahmat aka. Yana bir ko'ruvimiz bunday deb savol so'rabdi. O'tgan yildan buyon virus sababli hammalar maska taqib yurishga majbur bo'ldi. Sun'iy aqlmi buningga mos taraqqiy qilib, maska taqib olgan kishilarning kimligini toniy oladigan holat keldi. Buni qanday tonib qilib bo'la oladi deydi. Bunun prinsipi o'xshash. Avval shu burunqi masalan yuzni tapirgan face detection qildigani. Faqat o vaqtda masalan 99% odamning yuzida mask yo'q, 1% odamning yuzida bo'lsa mumkin. O 1% odamni nukleasekmi, lekin jiq vaqtda ishlaydi-da, o burunqi yuz tepish, yuzni tapirgani. Onunla bir nima ketimiz, resim ambiri tayyorlagan gap. Ayşe adamniki mask taqa adamlardan mask taqma adamni aralashtirib o vaqtda resim ambirda. Onun bilan shu ashtaq adamning hammani topalagan qilamiz. Bu yana bir shu o texnikaning o'zida jiq o'zgarish yo'q. Yani o'xshash burunqi modelni ishlasak bo'ldi. Masalan, buni men qilib baqqan. Bu yuzi mask taqa adamning yuzini tepish, tonosh degan narsani men o'zim bevosita qilib baqqan ishlar. Buni shu sonliq resim ambirini yanılsak, yani burunqi o'xshash burun ishlatgan modelni masalan yo'lo ishlatgan bo'lsa, yo'lo V4 ya bo'lmasa boshqa nimani topadigan, narsani topadigan to'g'ri ishlatyapsiz bo'ldi. Yuzni tonishimi shu, odamniki maskdan nim qilgan resimlarni yig'ib, har birsiniki, mask taqaniki oltmav, mask taqaniki oltmav deb bir odamniki bir narsa resimni qilib, anda bu yuzni tonishniki modelni yana qaytadan mashqlandirsak ham bo'lgan ish. Hammasi, texnikada cho'ng o'zgarish yo'q.
faqat şu resim ambirini yangilab qo'ysa bo'ldi. Yana bir ko'ruvimiz buna deb savol so'rabdi. Cho'nqur o'rganish bilan mashina o'rganishning farqini so'zlab bersangiz deydi. Bayam azroq deb ham o'tib ketdi. Bayatdan so'zlab bo'lgan deyim buni. Mashina o'rganish deganimiz bu nihoyatda cho'ng doirada nurg'un texnikalar bor buningda. Sun'iy neyrotor deymiz, SVM deymiz, PCA deymiz, nurg'un texnikalar bor. Yani bu cho'nqur o'rganish deganimiz uning ichidagi faqat shu sun'iy neyrotor deganini sun'iy neyrotorniki azroq o'zgargan shakl desak bo'ldi-da. Mesela machine learning deganimiz nihoyat keng doiradagi gap bo'lsa, cho'nqur o'rganish deganimiz faqat bir kichik bir nuqta, shu sun'iy neyrotorning o'zgargan bir shakli. Xo'sh. Yana bir ko'ruvimiz buna debdi. Sun'iy aqlni o'zini o'zi programlayalaydigan program desak bo'lamdi yoki o'zini yaxshilaydigan kod desakchi deydi. Bu endi men sun'iy aql degan nima degan chog'da bir tushuntirib o'tdim. O faqat odamniki mustaqbillikda o'ylash va qaror chiqarish nimasini azroqlam tahdid qilsa, o narsani hammasini sun'iy aql deymiz. Endi sizning bu savolda deganingiz balkim bekrak nihoyatda yuqori darajadagi bir sun'iy aql o'xshaydi. Masalan, o'zini masalan buna bir misal desek, bu endi nihoyat tor doiradagi sun'iy aql deb bir tushunchasi desak bo'ldi. O'zini o'zi programlanadigan program desak. Masalan, bu qanday bir misal desangiz, 2016-yili liseda bilan AlphaGo musobaqa o'ynagan vaqtda AlphaGo nurg'un qattim shu hech qanday birdan bir men baxmagan burunqi kitobning hech qaysi yo'q yo'llarni o'zi tep manga olganchu. Bu endi nimadan desangiz, bu o'rganish o'xshamaydi. Uning kuchayt o'rganish texnikasi deyotganda, uni men faqat burun mashqlangan vaqtda hamma yo'l faqat kompyuter biladi. Shunga u o'zi yangi bir narsani ijod qila oladi-da. Hozir shu nima bor? Masalan, program tuzalaydigan, o'zi avtomatik programni yoza oladigan masalan mashina sun'iy aql bir nimalar bor, texnikalar bor. O'zi yaxshilaydigan texnikalar bor. Lekin bu endi sun'iy aql degan bu hukm o'zi nihoyat keng hukm. Bu yerda savolning ko'rsatganda nihoyat bir tardagi bir qo'llanishni ko'rsatdi. Rahmat aka. Yana bir aylan buna debdi. Sun'iy aql va kompyuter ko'rishning tibbiy sohadagi qo'llanishlari haqida so'zlab bersangiz deydi. Tibbiy sohada qo'llanishi sel keyin qolgan. Shu cho'nqurlab o'rganishniki bo'lib bu sun'iy tibbiy sohada ishlatayotgani bek uzun bo'ldi-ku. Masalan, rentgen tor deymiz, rentgen CT deymiz, MRI deymiz. Hammasi albatta shu kompyuter ko'rish texnikasining qo'llanishi bu. Unda qizil, yeşil, ko'k rangli resim chiqmagan bilan, unda resim chiqdi, shu resimni qarab nimasiga diagnoz qo'ygan gapda. Lekin bu sun'iy aql bu tibbiy sohada bu cho'nqurlab o'rganishningki amaliy qo'llanishi sel keyin qolgan. Men bir nimada bir narsa ishlab qoldim. Mesela tibbiy qattiq detal yasaydigan shu so'ngak operatsiyasiga ishlatilgan. Ular men o shirkat yangi bo'lgan vaqtda ular taxitcha 90'lardagi texnika bilan nima qilib ishlatgan. Men bordim, cho'nqurlab o'rganishning texnikasini ishlatib, masalan, nurg'un narsalarni topirgan, narsalarning uzunligini avtomatik o'lchaydigan, to'g'rilab turadigan, uning nimasini chiroq ko'rsatadigan nurg'un texnikalarni shu vaqtda men borgan ekan qilgan bo'ldik. U nihoyat jiq ishlatildi. Masalan, narsalarni bir necha xil asos ishlatish deganda nurg'un 1 milliondek rasmlarni masalan bir saq odamniki nimasidan organ rasmlari bilan kasal organni masalan desangiz, nimasiga qarab ma rasmda kasal bor ekan, son kasal bor ekan degan narsaga o'zi diagnoz qo'yiladi. Bu birinchi ishlatilishi rasm qarab avtomatik diagnoz qo'yish. Ana yana birisi ishlatilishi masalan arif ilish dedik-ku, bu narsalar arif ilish deb.
Mesela ösmeler buldu. Ösmelerniki nimsine şu tatka resimden ösmeniki nimsine dairesine arıp çıkıp mançlik dairede ösme barken bunun çoğunluk mançlikken degandek narsalarni qıpıralaydı. O qo'llanışı nayt köp. Hozir buningda nayt ishiltotudu. Buniki mo texmo jiq emni qo'llanışchan narsalar chiqadi tibisari. Ben iliq ko'rgan bir xabarimda ama sahada ishiltilganini ko'rgandim. Iliq kesel tarixiga asosan bu kasallikki buningdan keyingi kasal bo'lish ehtimolliklarini diagnoz qo'yib chiqaradigan. Uni bak menga ajoyib O kompüter ko'rish emas. O endel natural language processing deymiz. O mustaq nurg'un odamniki masalan hozir nurg'un soliq ma'lumot injenerlar deyilgan soliq ma'lumot mutaxassislari. Ularning qildig'ini amaliyotda kompüter ko'rish emas. Ular amaliyotda cho'nqurlab o'rnishni jiq etmaydi. Ular qildig'ini bayaq siz degandek nurg'un odamning kasallik tarixi, mancha yosh, manda ish qilgan, manda tarixi bor degandik. Nurg'un odamniki shu nimalarga tadqiq qilish jarayonida uningdan ma'lum bir qonuniyatni chiqargan gapda. O endi data mining deydi. Yoki bo'lmasa nima bo'ldi? Data mining kirib ketganda o kompüter ko'rishga o'xshamaydi. Lekin u mamlakatda soliq ma'lumotni bir taraf qilish, kompüter ko'rishni soliq ma'lumotni bir taraf qilish mamlakatda. Tushundim. Aka nima juras? Iliqi hozir tibbiy sohalarda ma'nasi bo'lyapti. Operatsion doktor emas, mashina qildigan holatga o'tyapti. Bo'lib Yaponiya taraflarda u xeyli burildi mashhurdi. Mushu sun'iy aqlning mushu kompüter ko'rishidan nima qilgan desak bo'lamdi yoki boshqa? Bu endi kompüter ko'rish bilan mustaqil kontrol qilishniki nimasi? Ikkisini birlashmasa mexanik kontrol qilishniki ikkisiniki yig'insiz bo'ldi. Mesela bununki mesela o'rnini belgilash, mesela mayani kesimi, manchlik kesimi, keyin manchlik maya, buning o'rni mayada mayash bo'ladi. Mayagacha qilsam bo'ldi degandek asl o'lchashning hammasi nima orqali bo'ldi? Kompüter ko'rish orqali bo'ldi. Andin amaliy mashg'ulotning o'zini mexanik injenerlar laylaydi kontrol qilishni. Yana bir savolimiz. Sun'iy aqlning dunyoni qo'liga ilib olishi mumkinmi deydi. Buni men biraz deb beramayman hozir. Yana bir savolim bo'libdi. Sun'iy aql tadqiqotchi jihatda Tayvanda tug'ilib, Amerika MIT'da o'qigan Xitoy naslidan bo'lgan Kayfuli degan donliq biraylar bor. U bu haqda bir necha kitob yozgan. U hozir Xitoyda bu haqda shirkat ochib tadqiqotda. Bu haqda ma'lumot bersangiz deydi. Bu Likafo night donliq burun nima vaqtda Cornell o'qamo, nimada o'qamo, ish qilib mush nimada ovoz tonish texnikasida o'qib ekan doktorlikda. Doktorlik dissertatsiyasini ovoz tonish texnikasi qilib Andın Alma şirketide, Amerika'nın Alma şirketide şu ovoz tonish texnikasini tadqiqot bilan bir narsa shug'ullangan ekan. 2000-yillarda ku deyman. Ben aniq vaqti yadim qolmabdi. Xitoyga berib Google'niki, Xitoydagi shirkatniki nimasi bo'lgan, boshqa bo'lgan dastlabda. Andın shuni bildikanman, andın Google chiqargan bo'ldi. Xitoydan chiqargan ekan, andın o'zi bir shirkat ochib, shu maxsus shu sun'iy aql tadqiqot qilayotgan. U hozirgi Jumgodagi eng oldin qatordagi sun'iy aql tadqiqot shirkatlarining birisi deb bir yer ko'rgana qildim. Meni bildirganim ashunchlikkan. Yana bir aylan bunda deb so'rabdi. Nima demoqchi bo'lg'aydi bu yerda? Sun'iy aql Picasso, Van Gogh qatorliq rassomlarning uslubda rasm chizadigan, muzika ishlaydigan holatga yetdi. Bu to'g'ri qarashlaringiz-ku deydi. Bu bayatın azroq tushunib o'tib ketdim. Bu rasmlarni qaysi kompyuterda chiqargan degandek. Masalan, agar shu GAN degan shu modelni yaxshi nima bilan mashg'ullantirsangiz, masalan Picasso, Van Goghlarniki rasmlarining uslubida nima qilsangiz, shu uslubda o'zi rasm chiqara oladi. Rasm chizib chiqara oladi. Van Goghning rasmi emas,
Lekin Van Gogh'un uslubu okşaydigan, aşağı şu kadar okşaydigan resimlerine çıkan buldu. Bunun nurgun nemeleri var o. Müzik işleşme şu, Generative Adversarial Network deyimiz. Bu nayetli kızık sahi hazırkı. Şu çoğunluk ünlüş sahası ki. Şiir yazdıqanlarım bak. Ya onun Vallahi. özü makale yazıp çıkaralaydı. Yeni suallarımız barmıdı? Hazır suallarımız kelmepdi. Türkçe oxşaydı suallarımız haqqında. Qimmatli vaqtingizni chiqarib shunda aldirashtirib, to'liq ahamiyatlik va manfaatli leksiya so'zlab berganligingizga yana bir qaytim ko'pdan ko'p rahmat deyman aka. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ya arzimeli bu kız işler o bu. Öğrengen bilimni yetkizip duruş. Haqiqatan ko'p rahmat. Oxirida oilangizga, ishlaringizga utuq tilayman, vaqtingizga barakat tilayman. Ko'pdan ko'p rahmat yana bir qaytim Uyg'ur STEM nomidan sizga yana bir qaytim rahmat deymiz. Oilangizga baxt, ishlaringiz utuq tilaymiz aka. Aman bo'ling. Ko'p rahmat. Rahmat. Hörmətli görürmənlər, Uyğur STEM ekranının 18-ci sani mişiyədə axırlaşdı. Kilər sanları görüşküç aman bulunlar. Allah qamanət.